Assalomu alaykum hammaga, retseptlar kolleksiyasiga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga original paxlava retseptini ko'rsatib bermoqchiman. Endi bemalol uy sharoitida o'zingizlar tayyorlasanglar bo'ladi. Juda ham mazali va pesochniy bo'lib tayyor bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. 6 dona kattaroq tuxumlarni oqidan sarig'ini ajratib olamiz. Tuxum oqiga sarig'i umuman tushishi kerak emas, ehtiyot bo'lib ajratasizlar. Mana 6-tuxumni ham ajratib oldim. Tuxum oqini ustini yopib, xolodilnikka qo'yib turamiz. Keyinroq kerak bo'ladi. 600 gramm unimizni elakdan o'tkazib olamiz. Iloji bo'lsa 2 ga bo'lib xamir qorsanglar ham bo'ladi. Men tayyorlab yurganim uchun bittada unni elab oldim. 250 gramm muzdekkina margarin yoki saryog'i qirich katta tishidan chiqazib olib, kroshka holiga keltirib olamiz. Juda ham ko'p urug'lashinglar shart emas. Shunaqa holiga keltirganinglardan keyin to'xtatasizlar. Endi ajratib olgan tuxumni sarig'ini solib olamiz. 250 gramm qaymoq soldim qizlar. Men xohlasanglar smetana yoki qatiqdan foydalansanglar ham bo'ladi. Faqat qatiq yoki smetananglar yog'liroq bo'lishi kerak. 1 choy qoshiq razrxetel, yarim choy qoshiq vanilniy shakar va 1 chimdim tuz solib, yaxshilab aralashtirib, birinchi lopata yordamida, keyin qo'limiz yordamida qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamir qorib olamiz. Uninglar vishi sort bo'lsa, men aytgan masalliqdan ortiqcha hech narsa ketmaydi. Mana ko'rsataman, xamir shunaqa qo'lga yopishmaydigan, lekin yumshoqqina bo'lishi kerak. Endi buni teng 3 qismga bo'lib, paketga solib, kamida yarim soatga xolodilnikka tindirishga olib qo'yamiz. 250 gramm maydaroq magizimizga qaynar suv solib, yarim soat qoldiramiz. Yarim soatdan keyin suvini to'kib tashlasak ham bo'ladi. Yarim soatdan keyin xamirimizni bir qismini olib, tagiga pergamentli qog'oz solib, list baravar qilib yoyib olamiz. Listimning razmeri 35 ga 27 sm qizli, bemalol 30 ga 40 sm listlarda ham pishirsanglar bo'ladi. Ozgina vilka urib, oldindan qisitilgan 180 gradusli duxovkada qizartirib pishirib olamiz. Tez qizaradi, qarab turasizlar. Endi sirop tayyorlab olamiz. 150 gramm suv, 100 gramm shakar, 1 pari limonni solib yaxshilab aralashtirib, past olovda 15 daqiqa qaynatib, sovutib qo'yasizlar. Bu turaveradi, chetroqga olib qo'yasizlar. 250 gramm yong'oqni duxovkada yaxshilab quritib olib, qo'l yordamida ozgina maydalab chiqamiz. Ko'p maydalab olmanglar, ozgina 3-4 ga bo'lib olsanglar yetadi. Olib qo'ygan tuxum oqini idishga solib, 1 chimdim tuz solib, mikser qilamiz. Mikser eng katta tezligida oppoq penka bo'lgunicha mikser qilib olasizlar. Oppoq penka bo'lganidan keyin 200 gramm shakarni ozgina solib, yana mikser qilishda davom etamiz. Ko'p sovormanglar, ozgina solib, mikser qilaverasizlar. Endi qattiq pik bo'lgunicha mikser qilamiz. Idish o'girganinglarda idishdan tushib ketmasa, tayyor bo'lgan bo'ladi. Endi tayyorlab qo'ygan 250 gramm yong'oq va suvni oldindan to'kib qo'ygan magizimizni solib, bir xil massa bo'lgunicha aralashtirib yuborasizlar. Ko'p aralashtirmanglar. Mana ko'rishim ham pishib chiqdi. Shunaqa tillarang kirgandan keyin duxovkadan olib olasizlar. Qarab turinglar, faqat kuyib ketmasin. Endi yana bitta xamirimizni olib, yana list baravar qilib yoyib olamiz. Listga solib, chetlari bilan to'g'irlab chiqib, oldindan tayyorlab qo'ygan bezimizni teng yarmini solib, hamma joylarini tekis qilib tekislab chiqamiz. Pishirib olgan ko'rishimizni qo'yib, ustidan ozgina qo'limiz yordamida yengil bosib, qolgan bezini ham solib, uchinchi ko'rishimizni ham yoyib, ehtiyotlik bilan ustini yopib olib, chetlarini qo'limiz yordamida yopib chiqamiz. Ustiga bir dona tuxumni vilkada yaxshilab atalab, barcha joylariga surib olamiz. Endi pichoq yordamida ehtiyotlik bilan kesib olamiz. Ichidagi beziklari chiqib ketmasin. Xohlasanglar kattaroq, xohlasanglar kichkinaroq qilib
kesib olishinglar mumkin. Ustiga xohishga qarab yong'oqlarni chiroyli qilib bezatib, oldindan qisitilgan tepapasi bilan yoqilgan duxovkada ustilari qizargunicha pishirib olasizlar. Taxminan yarim soat 35 minutlarda pishib chiqadi. Endi issiq paxlavaga sovigan sirupni quyib chiqamiz. Iloji boricha hamma yoqlariga suringlar. Mana pahlavamiz ham tayyor bo'ldi. Sizlarga ham tavsiya qilaman, albatta tayyorlab ko'ringlar. Sovutib, kesib dasturxonga tortishinglar mumkin. Videoda ham ko'ryapsizlar. Shu usulda tayyorlasanglar, ichlari bilan pishib chiqadi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariy yozishni esdan chiqarmanglar. Keyingi bundan ham ajoyib retseptlarda ko'rishguncha xayr, sog', omon bo'linglar.